Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz, YouTube kanalimizdan bizda eng ko'p beriladigan savollardan biri bor. Yog'och zina qilasizlarmi? Qanaqa yog'ochdan ishlatasizlar deganda, hozir sizlarga javob bermoqchiman. Hozir bizda ayni zina ishlab chiqarishimiz uchun eng sara yog'ochlarni tanlab olish jarayoni ketyapti. Ko'rasizlar, bu yerda biz hozir tanlab hammasini alohida yuklayapmiz. Yog'och tanlayotganda e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlari bor. Birinchi navbatda uni sifatiga ahamiyat berish kerak. Sifat nimaga qarab o'lchanadi? Sifatni o'lchash uchun yog'ochda ko'zi bo'lish kerak emas, yorilgan joylari bo'lish kerak emas, chirigan joylari bo'lish kerak emas. Va bizga maksimalniy katta uzun tekis yog'ochlar kerak bo'ladi. Hozir videoning davomida zavodga yog'ochlarni kelib tushishini ko'rsatamiz. Mana ko'rasizlar, bu yerda yog'ochlardan umuman muammo yo'q. Xudo xolasa shu yog'ochlardan mijozlarimizga juda ham chiroyli va eng sara zinalarni yasab beramiz. Hozirgi ortgan yog'ochlarimiz endi bizda hozir zavodga kelib tushadi. Qaysi sizlar zavod degan bo'lsanglar, mana to'g'ridagi zavod bizning hisoblanadi. Shurmut korxonasi zavodi. Shu yerdan boshlanib mana yergacha boradi. Bas, mana eng oxirgi qism o'sha yog'ochlar tushadigan qism. Orqa darvoza bor, ko'rasizlar. Shu yerdan kiradi mashinalar. Hozir biz endi zavodga keldik. Mana hozir mashinamiz zavodga kirib keldi уже. Mana shu kranda biz tushiramiz yog'ochlarni. Hamma narsa bitta joyda. Mana ko'rasizlar, mashina darvozadan kirdi, yog'ochlar shu yerga tushyapti. Mana uzoqroqda ko'rsanglar, shu yerda o'z yog'ochlarimizni kesyapmiz, taxlab tayyorlab qo'yishgan. Уже mana bu yerda sushilkalar bor. 1, 2, 3 ta katta eshik bor. Hammasining ichiga kelgan yog'ochlar 30 kunga quritishga kiritiladi. Bu ish jarayoni juda ham qiziq. Mana hozir katta bo'lagi ko'tariladi.